Bir-ikki so'm pul topib, xotinimga sarflay debsan-da, bolam. Mana shunaqa kesatiq gaplaringizdan charchab ketdim. Bir yilda ishlab topolmaydigan pulini 3 oyda qanaqa qilib topib kelish mumkin? Yaqinda ishimizga qo'shilgan bittasi shuncha yillik mendan afzal bo'ldimi aka? O'sha dorilar sotilsa, nech pul ishlab topishimni bilarmiding? Hamma harom ishlaringni militsiyaga aytaman. Ha, ota-onani ham biroz o'ylash kerak. Yosh bola emassan-ku axir. Demak, senga ishonib xato qilibman-da, Ali. Nozim! O'g'lim! Nozim o'g'limdan ayrilib qoldik, olasizlar. Hech bo'lmasa bolangizga rahmingiz kelsin. Bolam. Akasini o'ldirib, singlisiga uylanasizmi? Har bitta gapingni o'ylab gapir. Meni yaxshiligimga shuni chol. Siz Nozim Qodirovning o'limida ayblanasiz.